Xudo xolasa to'da uchun katta qilganmiz yangicha uslubda. Xo'p, bu domga qo'yiladi asosan. To'ti baqada mahalla ochib, terasa bo'laveradi. Agar baxmayotgan paytda ham yig'ishtirib qo'ysa bo'laveradi. Xo'p, ochilish, yig'ilish hammasini ko'rsatamiz hozir. Bu tomon ochildi. Xo'p, bu orqa tomoni bunday holatda bo'lgan, osonroq bo'ladi nisbatan yig'ib ochishga ham. Yag'imni qilamiz. To'rtta tomoni tayyor. Bellarda o'zini qatiradigan joy bor. Har tomonda 3 tadan bo'lgan. Shu bilan mustahkam bo'lib qoladi. Boltlarni ham chiroyli qilib qatirib oldik. 2 ta 3 tadan bo'ldi. Buni 8 kuchli bemalol qo'lda qatirib bo'shasa bo'laveradi. Endi tomini qo'yamiz. Tomi ham juda zo'r holatda bo'lyapti. Osongina tushadi, aniq muammo bo'lmaydi. Yig'ishda. Xudo xolasa. Buni ham shu 4 ta tomonda bolt bo'ladi, aynan qatiriladi. Hammasiga reza ochilib, chiroyli holatda qilingan. Bunisi endi past qismi bo'ladi, abdomen. Ham chiroyli holatda bo'lgan. Orqalari yengilroq qilib tunikani qildik. Sepib, o'ta chiroyli holatda qilib tayyorladik. Buni qatirayotganda adashib ketmaydi desizlar, mana sircha qilib qo'yganmiz har bitta nimasiga. Shu sircha to'g'ri kelsa qatirib bemalol. Tish-teshlarga bemalol tushadi. Buni ham qatiramiz. Pastki tomonda bu yerdan qatiradigan joylari bor o'zini. Biz endi hozir tezroq bo'lishligi uchun drellar qatiryapmiz. Zaten buni bemalol kulishda qo'lda qatirib bo'shasa bo'laveradi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Bo'ldi, bu ham tayyor. Qafasimiz tayyor. Qafasimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. O'zinglar ko'rib bir bahosini berib qo'yasizlar. Like, kommentariy hammasini yozib qo'yasizlar. 3 minutda yig'ilib, bo'shatib hamma yoqda bo'ladi. Terib qo'ysa ham bo'ladi, bo'shatib olsa ham bo'ladi. Endi bu hozir boltlarga hech ham yo'q qoldi. Bunga ham o'sha ko'k rangga bo'yab chiqamiz boltlarni hammasini.